Davom etamiz. Kuni kecha O'zbekiston Respublikasi Favqulodda vaziyatlar vazirligi akademiyasida 10 ga yaqin tashkilotlar bilan ilmiy amaliy anjuman tashkil etildi. Unda tezkor vaziyatlarda amalga oshirish kerak bo'lgan ishlarning samaradorligini ta'minlash, soha kadrlarining professionalligini oshirish va boshqa mavzular muhokama qilindi. Tadbirda tashkilot vakillari o'rtasida hamkorlik memorandumi ham imzolandi. Favqulodda vaziyatlarning oldini olish va ularni samarali bartaraf etish, muammo va yechimlar mavzusida o'tkazilgan Respublika ilmiy amaliy anjumanida O'zbekiston Respublikasi Favqulodda vaziyatlar vazirligi va bir qator tashkilot vakillari ishtirok etdi. Unda mazkur soha doirasida ilmiy tadqiqot ishlarini rivojlantirish, innovatsion g'oyalarni qo'llab-quvvatlash hamda soha mutaxassislarining ish ko'nikmalarini oshirish zarurligi qayd etildi. Bugungi ilmiy amaliy anjumandan asosiy ko'zlangan maqsad bugungi kunda xorijiy tajribalarni o'rgangan holda shu yurtimizda sodir bo'layotgan favqulodda vaziyatlarni qisqa fursatda demak bartaraf etish, ularni oldini olishda zamonaviy yechimlar berishdan iborat bo'ladi. Ma'ruzachilarimiz tomonidan bildirilgan fikrlar shuni ko'rsatdiki, bugungi anjuman o'z dolzarbligini namoyon etdi. Anjuman doirasida O'zbekiston Respublikasi Mudofaa sanoati agentligi tasarrufidagi Innovatsiya texnologiyalar markazi hamda O'zbekiston Respublikasi Favqulodda vaziyatlar vazirligi ilmiy innovatsion va sinov tadqiqot instituti o'rtasida ikki tomonlama hamkorlik memorandumi imzolandi. Mazkur hujjat tezkor vaziyatlarning oldini olish va ularni samarali bartaraf etish borasida qo'shma ilmiy tadqiqot ishlarini jadallashtirish, yangicha texnologiyalarni joriy etish hamda kadrlar salohiyatini oshirish borasida o'zaro hamkorlikni yanada mustahkamlashga xizmat qiladi. Anjuman yakunida ilmiy faoliyati, dolzarb ma'ruzasi va faol ishtiroki bilan ajralib turgan mutaxassislar hamda qatnashchilar Favqulodda vaziyatlar vazirligi akademiyasi esdalik nishoni hamda sertifikatlar bilan taqdirlandi. Gulbahor Abdulxayeva, Abdulahad Abduvahobov, Hudud informatsion dasturi uchun.